Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Tepluz jamoasi. Xudo xolasa mana yangi ishxonamizni qurilishlarini boshlaganmiz. Shu tomonga bitta angar qilamiz. Angarlarimizga mana firmalarimiz tayyor. Hamma yoq tayyorlayapmiz. Hozir zasipka qilinyapti. Ustunlarimiz. Bu endi arzonroq uchun konteyner materialdan foydalandik. Konteynerda 10 ga 15 profili bor ekan. Shundan ikkitasini bitta qilib 4 metr, tepasiga 2 metr, yana 5 metr o'rtasi zakladnoy mana listlar. 18 mm zakladnoy listlar. Bugun svarka qildik hozir. Xudo xolasa tayyor. Podushkalarimiz mana ankraj boltlarini qo'yib qo'yilgan mana boltga egalar. Buni ustiga firmalarimizni qo'yib, ustidan yana gayka bilan qatirib, ligirovkalarni qilib, yana atrofidan apalakka qo'yib, o'sha 15 cm yana beton quyiladi buni ustiga. Buni tagi 2 metrga 1.20, 1.10 atrofida chiqadi. Chuqurligi 50 cm ga podushka qo'yilgan. Shu 1.20 ga 2 metr, bir xillar 1.80, 1.5 metrgacha. Yani Samsungda qo'yilatilgan. Chuqurligi 50 cm. Polniy arma karkas qilib, to'qib, keyin ustiga ankrajli boltlarimizni qo'yib, ustidan yana tumbacha quyilgan hammasiga mana. Har 4 metrga bittadan tumbacha. Boltlarimiz M27. Mana hozir zasipka qilyapmiz. Buni vibrator bilan qatiramiz. Hammasi stoykalarimiz. Bu yerda endi Xudo xolasa stoykalar o'rnatib, firmalar qo'yganimizdan keyin ikki tomoniga stoykalar tepasiga nima qo'yiladi? Nuqtavur tashlab, Xudo xolasa chiroyli qilib, kran balkali qilib qo'yamiz. Xudo xolasa buni bitkizib olsak, bitta video qilib yana tashlaymiz Xudo xolasa. 16 metrga 16 metr joy. Polniy o'rtada bir qator ustun bo'ladi. Bu tomonda ustun bo'ladi. Tepasi A firma bo'lib joylashadi. Tomondagi devorga o'rnatilgan firma, lekin отдельный bu tomonga ham mana polni ko'mib oldik hozir tagiga. Podushkasini qo'yib, tumbasini qo'yib, armaturasini chiqarib qo'yganmiz. Bu yerda ham hammasi ustun bo'ladi. Keyinchalik bu tomon ham kran balka bo'ladi. Hozir birinchi u tomonni bitkizib olamiz kran balkasini. Keyinchalik bu tomon ham bo'ladi. O'shaning uchun hamma zagatopkalarni qilib ketyapmiz. Devorimiz shu o'rtasi 6,5 metrmikin bo'ldi. 6,5 metrmi? 6 metr, 4 metr bo'lsa 2 metr qo'shilsa, bitta 6 metr atrofida bo'ldi. Sextichi Xudo xolasa baland bo'ladi, chunki bizda svarka ishlaydi. Ustunlari ham barhavo bo'lib, tepaga ko'tarilib, o'rtadan vitishga chiqarib qo'ysak, tortib turaveradi. Bu yerga endi o'zimizga xona, ovqatlanishga boshqa bitta xona qilib bitkizib olamiz. Darvozalarimiz mana yonga suriladigan qilib o'rnatib qo'ydik. Bu yer Xudo xolasa bitta naves bo'ladi. Bu tomon bitgandan keyin mana tam 5 metrlik bitta naves bo'ladi. Bu tomon Xudo xolasa ochiq turadi. Bu tomonga metal tushiramiz, boshqa bo'ladi. Darvoza bo'ladi mana bitta to'g'rida. Darvozadan ichkariga kirib nima qilinaveradi. Hozir shu laka bilan urdik. Buni endi ustidan Xudo xolasa bazalt bilan qoplab, ham issiqdan ham shumizolyatsiyadan saqlaymiz. Tashqariga imkon boricha ovoz chiqmaydigan qilib ishlatamiz. To'klarimiz mana tushirdik, 3 vaza to'klarda. Suvlarimiz kirdi mana tashqaridan oqqan suvlar. Xudo xolasa sekin qilib bitkizib olamiz. Shetga ko'chib olamiz. Yangi sezonda Xudo xolasa shetda ish boshlaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yana so'rashyapti. Ko'p video chiqarmay qo'ydingiz deyapti.
ishlar ko'p akalar. Shetda ishlayapmiz. Uyda sexda ishlayapmiz. Atta bo'lib ortiqcha videoga yana ham vaqt bo'lmayapti. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Teplo'z jamoasi Xudo xolasa sifatli videolar yetkazib beramiz. Sog' bo'linglar.